Bugün Çislağa hürmetlik vatandaş 2023 yıl 4. ayının 3. gün heptiki düşenbe vatandaş. Endi siz bilen muhakeme. Muhakemeni qayerden başlayımız hürmetlik vatandaş? Uruş depti. Pulu qaraydigan yıllar depti uruş deydi. Asya Tinch Okyan yani yeni uruş deydi. Şunaqla Amerika bilen Jungu uruşudu deydi. Amerika hükümeti tek netkanda hazırgacha urushni cheklash, to'qinishdan saqlanish, hatto dedi ki soğuk münasebetler uruşi devrige kirib qolmaymiz. Endi bizler Jungu Amerika o'tirisi soğuk münasebetler urushiga izlanmaymiz. Bu so'zlarni qilib keldi, ham amaliyot shu harakatlarni qilib keldi. Çünkü Kurt Campbell nim dedi, aldığınız günü ben sizlerge sözlüdüm vatandaş. Biz krizisке taqabil turuş ponksisi qurayli. Biz qiziq liniya qurayli. Jungu Amerika o'tirisida aloqa munosabatlarni saqlab qolayli. Jungu Amerika o'tirisida. İhtimal. Dünyanın ihtimallik içindeki dünya. Meyli cemiyet, Jungu cemiyeti ve başka hammasi ihtimallik içindeki dünya. Şuna biz muşundaq ciddi peytde, muşundaq vaziyette sende krizis duygusu buluşu gerek, mende krizis duygusu buluşu gerek. Biz Amerika Jungu işki devlet kriziske taqabıl turuş ponksiyelerini qurayli dedi. Tünügün ketilik şeyimiz söz yap olduk. Bugün endi Amerika Qo'shma Shtatlarının shtab başlıkları Birleşmesi'nin reisi General Mark Miller Amerika armiyası tayyorlanib bo'ldi. Allaqachon tayyorlanib bo'ldi. Dedi 60% atrofida Amerika armiyasini mayli dengiz armiyasi bo'lsin, mayli quruqliq armiyasi bo'lsin, mayli havo armiyasi bo'lsin. Agar biz Poloniyaga boramiz, Poloni urush maydoniga kiramiz desak, shu yerga Amerika armiyasi 30 gün içinde yetib bo'ladi, berib bo'ladi, o'ringa ega bo'ladi. Bunun aksine nima deydi? Jungu armiyasi har qancha kuchab beqib 30 gün içinde bu taraflarga yoki o'rinlashtirgan taraflarga kelolmaydi. Deydi ki Abdur hozir Tayvan bo'g'oziga qaratib o'rinlashtirilgan Junguning havo armiyasi, dengiz armiyasi ojiz, nayt tuvan ojiz holatda turibdi deydi. Bundaq ahval asıda urush bo'lib qolsa, Amerika bilan Jungu o'tirisida Jungu armiyasi cho'qim muqarrar mag'lub bo'ladi deydi. Masalan, sen Tayvan bo'g'oziga tikilib turganda, masalan, sen Tayvan bo'g'oziga askar tashlab turganda, masalan, sen barliqni, bor vasliqni do'tkib, Tayvan bo'g'oziga markazlashib turganingda, masalan, janubda Guangdong o'lkasi yoki Janub harbiy rayonida mudofaa ojizlaydi, mudofaaga ta'sir yetadi. Masalan, shimoliy harbiy rayonida mudofaa ojizlaydi, mudofaaga ta'sir yetadi. Hatto g'arb harbiy rayoni, Shibijinchu deydigan harbiy rayonlarga nazar tashlasan, hatto Hindiston bilan Jungu o'tirisi yangidan chegara sirkilishi, chegara to'qinishi yuz berishi mumkin deydi. Sen Tayvan bo'g'oziga hujum qilsang, to'rt tarafda o't yolqini ko'tariladi deydi. Xabar yozuvchi shunday yozibdi. Xabar yozuvchining tahlili asosi nima ekan desangiz, 3-oyning 30-kuni Amerika armiyasi shtab boshliqlari Birleşmesi'nin reisi General Mark Miller Amerika Devlet Meclisi'de şu to'g'rida guvohlikdan o'tgan. Demek bu xabarning leksiyaning xabarning avtori şunun asoslanib turib yuqorqidek xabarni yezib chiqibdi. Bugun biz sizlarga buni yetkazdik vatandoshim. Endi biz nima deymiz? Buning odatdagi pro odamlar hisobi turaylik siz bilan biz. Urushni kim xohlaydi? Amerika shuncha tirishchanlik ko'rsatdi, shuncha tadbir o'yladi, shuncha so'zlashdi, dialoglashdi. Agar yaqindan bir so'z va matbuotlar kelib qaraydigan bo'lsak, Rais Xi Jinping urushga tayyorlik qilyapti degan gap so'zlar keldi. Hatto Rais Xi Jinpingning qo'l ostidagi huquqi unvonga erishgan ba'zi generallar
marşallarının özü Amerikadan yenilip kalsak mı bir kıtım uruş kılaylı. Sen için eş yapamaz. Sen baylıkını toplu aldın. Hem kutsanı Ruslu aldın. Senin kavmetin kabil. Sen uruş kiralese. Bu uruşta kurban bulduk Allah ki. Lao Beşim, Cungu halkı. Bu bedelini töleydik Allah kim? Lao Beşim, Cungu halkı. Meyli ihsari cihetten, meyli can, ömrü hayati cihetten bu bedelini töleydik Allah. Cungu halkıdır. Bunun için Amerika halkıma talap etti. Nimişka? Reis Xi Jinping hazır zamanın özgür vatkallığını Moskvaga verip deysiz 100 yıldan bir iki 100 vermegen özgür iş devri başlandı. Kim kıldı bu özgür iş devrini? Rusya bilen Cungu mu? Prezident Vladimir Putin bilen Xi Jinping kıldı mı bu özgür işini? Yaki başka devletler mi var mı dünyada? Hazır dünyanın özgür işine esi koşu vatkan, demokratiyani qoğda vatkan, müstabitizmge karıştırı vatkan, müstabitizm groyunun bir-birge ittifaklışı karıştırı vatkan dünya. Hepsisi hazırki özgür iş zaman yaki cahan özgür işi de bu garip dünyasıdaki devletlerin koşkan töhbisi yok mu? Demiş ki bu işkinlerin bir adımı Putin bile Reis Xi Jinping'in töhbisi bulup kaldı. Meyli bolsun mu değil. Lekin bu özgürüş kayıstırak mangoda. İnsaniyet müstabitizmni xalamaydı. İnsaniyet zo'ravonlikni xalamaydı. İnsaniyet irq yo'qitishni xalamaydı. İnsaniyet buzakni buzak qilishni xalamaydı. Çünkü insaniyetning axloqi ve ahlaqi qurilmasi tabiatda shunday qurilib kelgan. Bugun mana pul qaraydigan yillar deydi, urush bo'ladi deydi. Urush qilmoqchi Jungo'liq apandilar. Şunlaşqa agar urush qilish yo'lini tanlab olsanglar, bunun boshqalarning mayli yo'q. Qarab o'tirolmaydi ki siz urush qilib maydonga tushidi ekansiz, boshqalar buni qarshi olmoqdan boshqa chora yo'q. Jungo'liq apandi, Jungnanxay apandi, Jungo xalqining kelgusini va bugunini, Jungo xalqining turmushini, umidini bu narsalarni o'ylab qo'yinglar, Jungo'liq apandilar.